shunday bo'ladi sportchilarda. Qandaydir muammolar bo'ladi yoki jangdan oldingi tayyorgarlik biroz cho'zilib ketishi mumkin. Shu sababli ham tafovut yuzaga kelib qolishi tabiiy holat va mana aynan o'sha qizil burchak vakillari ushbu muammoni tezda bartaraf etishyapti. Bu esa Amirxon Usanboyev jangga tayyor. Qirg'izistonlik sportchi ringda allaqachon chiqib bo'lgan. Sunnatbek Mubinov qizil burchakda. 25 partiya 850 oq jendra. Qizil burchakda Sunnatbek Mubinov, ko'k burchakda Usanboyev Amirxon. Mubinov boya ham jang o'tkazdi, ko'rdik. Ancha yaxshi jang o'tkazdi. Sarahimjonovga qarshi muddatidan oldin g'alabani qo'lga kiritgandi. Hozir esa Qirg'iziston vakili o'tyapti. Mubinov javob qaytardi. Low-kicklar bilan ancha ochiq jang boshlandi. Hozir mana bu yerda qirg'izistonlik sportchining Usanboyevning low-kicki o'zi uchun og'riqli bo'lib yakunlandi, ya'ni noto'g'ri zarba edi. Hozir mana bu yerda esa Mubinovning hujumi, oyoq zarbalari ancha kuchli. Buni qirg'izistonlik sportchi ham sezdi. Kuzatish. Qo'l zarbasi u o'xshamagandan keyin Mubinov darhol oyoqda low-kick yo'lladi. O'ng oyoqni yo'lladi. Yana zarba, bu safar qo'l zarbasiga yana chap beryapti Usanboyev. Usanboyev hujumda qisqa masofaga kirishi bilan yo'nalishni o'zgartirib qo'ydi. Mubinov bitta zarbadayoq raqibga chap berib, mana bu middle kick, lekin Usanboyevdan ancha kuchli chiqdi. Va ana endi Mubinov hujumda. Sunnatbek Mubinov chap qolyapti. Usanboyev ham yomon emas. Yaxshi tayyorlangan jangga va yaxshi sifatdagi jang o'tkazyapti. Hozir referi raund yakunlanganini bildirmoqda. Birinchi raund yakunlandi. Qizil burchak vakili Sunnatbek Mubinov 6-2, 4-1 hisobi bilan birinchi raundni o'z foydasiga hal qildi. Ya'ni 3 ta hakam ham aynan uning g'alabasini qayd etyapti. Erkinov Abdulloh Toshkentga sportchiga 2 daqiqalar. Ikramjon ikkinchi raund. Hozircha sportchining yuzini namlik qolib ketgan, yuzida aynan uni artib olishdi. Kapa bor, hammasi menimcha joyida. Sekundant ringni tark etdi. Endi ikkinchi raund boshlandi. Kuzatamiz. Mubinov birinchi raundni yutdi. Endi Usanboyev bunga qanday reaksiya ko'rsatadi? Sekundantlar biladi. Ring atrofidagi monitorlarda hisob ko'rinadi va mana bunday bosim Usanboyevdan
Ammo chap berib qoldi va o'ng qo'l zarbasi chap qo'l tanaga yo'layapti. Ochiq jang. Ikkalasi ham zarba almashyapti. Husanboyev hattoki ringning kanatini qo'shib tepayapti. Kamdan kam uchraydi bunday holat. Xo'sh. Biroz pauza. Yuqori templi bir necha soniyadan so'ng markazda sal tin olib oldi sportchilar. Hozir yana tez orada jangga kirishib ketishsa kerak. High kick yurtdoshimizdan. Low ichki tomonlama, lekin taqiqlangan zarbaga o'xshamadi ochig'i. O'sha nuqtaga tegmagandek ko'rindi menga. Takroriy lavhada bilib olamiz. Sportchi sal o'ziga kelib olish kerak. Amirxon Husanboyev. Ringga qizil burchakda jumladan ogohlantirish berildi qizil burchak vakiliga. Alisherov Dadaxon Toshkent viloyatida burchak. High kick chap oyoqda Mubinovdan qo'l zarbasi, lekin tegmadi. Mana bunisi tegdi Mubinovda. Bekalbo yo'llamoqchi edi hozir qirg'izistonlik sportchi, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Tirsak bilan zarba berish mumkin emas. Menimcha MMA bilan adashtirib yubordi shu pallada. Yaxshi ham zarbasi o'xshamadi. O'ziga zarar bo'lardi. High kick. Ikkinchi raund tugadi va ustunlik aynan Sunnatbek Mubinovda bu raundda ham. Birinchi ring ishchilari o'zi mehmon Zayniddin Andijon, Viloyat Mahmud Billur Toshkent. Uchinchi raund boshlanyapti. Start. Chap qo'l zarbasi Mubinovda va chap oyoqda ham zarba yo'lladi davomidan. Husanboyev hozircha yaqinlasha olmayapti. Mubinov yengil front kicklar bilan uni masofada ushlab turdi. Chap oyoqdagi high kick raqibni muvozanatdan chiqarmoqda. Hisob ochildi. Husanboyev o'rnidan tezda turib ketgan bo'lsa-da, baribir hisob ochildi. Kickbox kutib olish Husanboyev yomon emas. Zarba almashinuvi yana hozir Husanboyev og'riqni his qildi. Jang davom etadi. Mubinov shu yerda yakunlab qo'ymoqchi, yana chap qo'l zarbasini o'tkazib yubordi Husanboyev. Va chap oyoqdagi middle kick ham manzilga aniq borib tegdi. O'ng qo'l himoya, chap oyoq high kick. Yana shunday. Front chap beryapti. Qo'l zarbalari Mubinovda. Husanboyev biroz charchab qoldi. Mubinov yana chap oyoq. Xo'sh, chap qo'l zarba almashinuvi. Javob bermadi hozir Husanboyev. Qo'l zarbasi, chap qo'l, charchoq bor. Jab yengil, ikkilik zarba, o'ng qo'l, chap qo'l, o'ng chap, referi aralashadi. Jang yakunlandi muddatidan oldin. Yana yarim daqiqa qolganda Sunnatbek Mubinov muddatidan oldin g'alabani qo'lga kirityapti. Boya ham sal avval muddatidan oldin g'alabani qo'lga kiritgan edi Sunnatbek Mubinov, buxorolik sportchi. Uning janglari qanchalik qiziqarli o'tayotganini ko'ryapsiz.
Takroriy lavhalar hozir namoyish etiladi. Hozir qarorni ko'rib olamiz. Referi g'olib nomini e'lon qiladi. Shundan so'ng zarbalarni ko'ramiz. Mana shu 3-raund yakunidagi zarbalarning o'zi anchagina bo'ldi. Sunnatbek Mubinov yarim finalda, bu chorak final jangi edi. Mubinov final ostonasigacha yetib keldi. Mana zarbalar, e'tibor bering. Chap oyoq bu birinchi knockdown holati. Keyingi zarbalarga e'tibor bering. Middle kick, qo'l zarbalari. Bir bosimga kirsa Mubinov aniq o'sha bosimni ushlab qolyapti. Qisqa fursatda yakunlayotgani yo'q. Ba'zi sportchilar bor, 2-3 ta zarba bilan shturmni tugatadi. Lekin Mubinovda bu zarbalar soni ko'proq bo'lyapti. Raqib esa qiynalmoqda. Va Mubinov bir narsadan cho'chimayapti, qarshi hujumdan aslo qo'rqayotgani yo'q. Qarshi hujumlar uni chalg'itib qo'ymayapti. Ishonch bilan kirib boryapti, aniq kuchli zarbalarni yo'llayapti va ko'p ehtimol bilan o'sha epizodlarda ruhiy tomonlama jang taqdirini hal qilib bo'lyapti.